Mana shu vodiyda eng chiroyli joylardan bittasi mana shu. Ko'rasizmi? Beka yopishmadi. Mana shuni. Buni ta'siriga olib ham kayf qiladi. Men bilmadim ekan bunaqa funksiyalari borligini, endi kelamiz xudo xolasa ertadan. O'z kutib olasizmi? Ertaga boshqa bo'ladi. Siz kutib olsangiz kelamiz Omadbek. Tuzg'orida tuz deb boraymiz. Mana bu Baxtiyorjon lyuks VIP, ya'ni bizning xonalar B korpusda joylashgan. B korpusga kiramiz. Kelmas, eshik ochib bering. Bekarga aytilmaganda O'zbekiston Shvetsariyasi deb. Shvetsarskiy havo. Meziyat. Nima? Muz qaymoq ochyapti Marozxona, shunga 50-60 dollarga lampochka olmoqchi ekan. Olaverasan-da, to'g'rimi? Mendan so'raysan mayda pullarni. Bo'pti, qo'raman. Asakani cho'ntagida osh unaqa zo'r bo'lmaydi. To'g'rimi? Endi bo'yin zo'r bo'ladi. Tadbirda shunaqangi nimani uyushtirib berganlarga alohida rahmat. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. O'tgan safar kechagi videoda desam paxta deb kimdir yozibdi. Bu paxta emas, bu rahmat. Shu yozganlar kelib ko'rsa biladi. Tasakkurnoma. Masalan, kimdir sizga nimadir bersa, rahmat deysizmi? Yana bir narsa, zo'r taomda zo'r original taomlar pishiriladi. Lekin mana masjidlarni tashkillashtirgan. Elyor aka, assalomu alaykum. Mas akamiz bo'ladi. Andijon viloyati matbuot xizmatining bosh rahbari. Elyor akam, aka sizga alohida katta rahmat. Shu ishlarni tashkillashtirib, shu ishlarni boshqarganingizga. Prezidentimizga rahmat. Andijonda qilib bilib oling. Go'sht so'yadi yo qassob yo boshqa joy. Bunaqa poklat so'ya olmaydi, bro. Sizga maslahatim, siz birinchi o'rinda ikkilarga bitta qassobni oldiga kirib, Andijonda go'sht qanday so'yiladi? Boshqa joylarda go'shtning rangi qoramtir bo'ladi-yu, Andijondagi yaltira marmar go'sht turadi deb so'raylardi. Keyin mana opalarimiz yordamida massaj tuzg'onlarini ko'rsatishadi. Shu yerlarga tushib sizlarga alohida ko'rsatamiz. Bu yerda sport zal bor ekan, basseynlar bor ekan, ularni ham ko'rsatib. Kelinglar endi so'raychamiz. Billa. Bunday qiling, jo'qlik turur ekan. Ko'tarib ko'rsating aka. Bu haqiqiy bor gap. Bu baland-baroz gaplar emas. Baxtiyorjon kiramiz. Xonobod O'zbek Shvetsariyasi deyiladi. Biladi ko'pchilik. O'zbek Shvetsariyasini biroz sanatoriya bizni balkondan ko'rinadigan joyni ko'rsatibsiz. Xizmatgohimizga xush kelibsizlar. Hozir biz xizmatgohimizda 23 xil muolajamiz bor. Ertaga Xonobod hokimiyati uyushtirib beryapti bizga ekskursiya. Bugun dedi Xonobod hokimlar hali gaplashdim. Bugun baliq qanaqadir baliq anaqa qilib berar ekan. Nimaga yoqadi? Shuni dehqoncha tushuntiradi hamma yo'qda. Tasira. Shuning uchun Ashakani oldiga borib qani. Orqa yarim soatlarda xonalarni yaxshi. Xullas 3-4 ta anaqa o'qituvchilarga bo'lindik. Biz hali Elmurod akaga ham tanladik. Shu akani orqasidan ketyapmiz endi hozir. Kunuzli muxbiri. Uyg'ur bo'lganda Uyg'ur taom ustasi degan. Lag'mon, hamma ovqatda bizga uyg'urlar ekan. Tabiat o'ta go'zal. Haqiqatan aytganda O'zbekiston Shvetsariyasi. Alohida intervyu berdik zo'r degan, zo'r taom nomidan. Baxtiyorjon bilan Baxtiyorni tilaymiz. Baxtiyordan bir olib baxtli bo'ling, xullas. Barchasi boshlandi. Biz bilan albatta. Butun umr shu tepalikka chiqsa orzu qilardim deydi-yu. Shu orzularingga yetishyapman, rahmat. Yetishtirganlarga rahmat. Ketyapti video hozir. Aka qo'yiladi YouTube'ga. Videoni aytib olay. Sulchayni kadr. Yaxshi sizlar tuzyapsizlar. Bunaqa joyda faqat zo'r taom ko'riladi. Kettamanda kasha mana. Undan buyon ham yo'q kasha deganda. Rahmat. Shuning uchun avvalo prezidentimizga rahmat, tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlagan, doim e'tibor berayotgan viloyat hokimimizga rahmat. Dam olinglar, aylanib, albatta. Birinchi yurib boshlaysiz, borsiz olmaydi. Yuryapti hozir. Qo'yib yuguradi. Beri bizning videolarni, meni demay, biz videolarni 75%ni podpiska bo'lmasdan ko'rayotgan odamlar. 25% podpisklarni ko'rayotgan odamlar. Men bundan ozgina xafa bo'ldim. Lekin podpiska bo'lmay ko'rayotganlardan xursandman. Shu podpiska bo'lmay ko'rayotganlar podpiska bo'lib qo'ysanglar. Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Bizni ko'rib turganlarga alohida salom aytamiz. Qanaqasizlar, tinchmisizlar? Charchamang. Mana biz ham uxlab uyqudan turdik endi mana.
xonalarni ko'rishinglar mumkin. Mana ishni boshlab qo'ydik, notebookda montajlarni. Sekin endi qani sizlarni Xonobod sanatoriyasi bilan tanishtirishni boshlaymiz. Islom akam ham hozir mana yuvingani kirib ketgan, o'zi ancha ob-havo mana ko'rishinglar mumkin, toza. Shu notebooklarda ishlarni boshlab qo'ydik mana. Islom akam yuvingani kirib ketgan. Hozir chiqsa qani bir Xonobod sanatoriyasini polniy aylantiramiz endi mana. Mana manzara tashqariga chiqib qani ko'rsatamiz bo'lmasa. Islom aka. Ha, aka chiqib qo'ring. Asli olishing yo'q. Bo'ldi. Nima o'zi ketyapti video. Ha, aka qo'yiladi YouTube'ga. Videoni aytib olay. Случайный kadr. Yaxshi sizlar tuzyapsizlar. Ha, maza qilib dam olib yuribmiz endi. Hamma sizlar sharofatinglar bilan birinchi o'rinda aytib qo'ying. Sizlar ko'rib bizni qo'llab-quvvatmaganlarda kelamidik betlarga. To'g'ri Baxtiyorjon? To'g'ri-da 9 bela bilan. Mazza qilib mana yuribsiz. Tashqarida olib turib men darrov kiyinib olay. Bo'ldi aka. Ali, qaysi gap edi? Qayerda ko'rsatishim kerak? Bu Xonobod O'zbek Shvetsariyasi deyiladi-da, biladi ko'pchilik. O'zbek Shvetsariyasini biroz sanatoriya bizni balkondan ko'rinadigan joyni ko'rsatib tursiz. Bugun kun mobaynida xudo xolasa hamma yo'lni aylantirib sanatoriyani, ertaga Xonobod shahrini. Bo'laveradi. Bo'ldi. Qani ko'rsataychi akalarga, obunachilar, qadrdonlarimizga mana. Oh, toza havo. Ko'rishinglar mumkin mana. Hali ancha bahavo joylar ekan deydi-yu. Havo toza. Haqiqiy sanatoriya ekan-da mana. Islom akam aytmoqchi, hammasi sizlarning sharofatinglar bilan. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan. Sport maydonchasi, basseyn, futbol maydonchalari hammasini xudo xolasa ko'rsatamiz hali mana. Bu qo'shni xonalar, mana qo'shni blogger jurnalistlarning xonasi. O yerda bolalar maydonchasi mana. Mini arena, xudo xolasa futbollar o'ynaymiz. Ularni ham hammasini ko'rsatamiz sizlarga. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir biz 3-etajdamiz. Ammo Xonobod shahri o'zi bilmayapmiz, hali tushunmadik, lekin rosa tinch joylar ekan. Qani hozir mana shovqin yo'q, mashinaning signali yo'q, biz o'rganib qolganmiz masalan. Yashab boshqa joyda bo'lgani, maylarda endi odamlar yashaydi tinchda, lekin bittasi o'n sanatoriy muzika qo'yib bergan, shuni ovoz chiqadi xolos. Rosa yaxshi joylarga kelib, oldin keluvdim-u, lekin shu bayramlarda kelardik endi, shu paytda odam rosa ko'p kelardi. Bilmagan o'rtada nima kelmay qo'yishgan. Endi yana kelishda taraddudda xudo xolasa. O ikkovsini proyektni bir xil ekan. Ha. Kattejladi. Birinchidan tushgan ekan-da. Nima hozir nonushtaga tushamizmi? Nonushtaga tushamiz aka, endi yuring endi. Kutib olishmasin. Nonushta qilaylik, akalar, opalar. Yerda ham olib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Keyin olsaga biz ertalabki nonushtadan boshladik. Hali Baxtiyorjon qanaqasilar do'rardi-yu, endi shunga xo'p ketib. Ha bo'lmaysizlar endi. Xo'p deb bosgan hamma, xo'p. Nonushtaga tushdik mana. Ertamanda kasha mana. Undan buyon ham yo'q kasha deganda. Ozodbek aka, assalomu alaykum. Damlarni oldinglarmi aka? Muzaffar aka mana bizga sherik. Yaxshimisizlar? Shakar joyimiz ham bor kelinglar. Ertalabda mana bizda mastada. Meniki. Nonushta bor bo'lib, haqiqiy O'zbekona. To'yona. Kelinglar endi. Yana davom etamiz. Endi nima? Video tezlatib qo'ysa bo'ladimi? Ha? Dars ham boshlandi deyapti. Bo'ldi. Akalar mana hozir seminarga kirdik. Hozir boshlanish arafasida. Islom aka, mana Ulug'bek. Nonushtadan Nodir aka. Nonushtadan chiqdi endi mana seminar. Biz asosiy bu yerga kelishimizning sababi maqsadi seminarda qandaydir bizga yetishmayotgan bilimlarni berishadi. Toshkentdan kelgan ustozlarimiz. Toshkentdan kelgan ustoz. Mutaxassislar. Rasm olamiz. Ko'rishinglar mumkin. Domla ustozlar mana
akalar mana hammasi viloyatdagi zo'r jurnalist muxbirlar bilan o'tiribmiz hozir. Blogerlar, mana avvaliga Kunuzli muxbiri. Bas masada hammasi 5 baho oladigan jurnalist, bloger, muxbirlar. Hammasini olaverasiz, endi orqadan bo'lsa ham. Demak, bugungi ajoyib energizer o'yinlar, jurnalistlar va blogerlar uchun maxsus loyihalar, umumiy darslar, hammasi biz uchun atalgan bo'ladi. E'tiboringiz markaziga, sahnamiz markaziga ham ajoyib bir inson taklif qilsak, o'zimizni Andijondan, Andijon davlat xizmatlari agentligi Andijon viloyat boshqarmasining matbuot xizmatida ishlovchi bu bir. Ikkinchisi, jurnalistikani qayta tayyorlash markazi treneri va Daryo saytining muxbiri, qolaversa ajoyib inson do'stimiz Umidjon Mamarasolovni taklif qilsak, ular yolg'iz kelmaganlar, maxsus mehmonlar bilan tashrif buyurgan. Umidjonni reklamasimiz uchun yuborishdi. Ularning asosan 1 soat vaqt mobaynida kun va Daryo tahlili internet treningda malakamiz oshadi. Holatni haqida, shuningdek boshqa o'zini yo'nalishlari bo'yicha fikr mulohazalarni bildiradilar. Savol-javoblarimizga ustozimizni o'zlarini treningdan so'ng men o'qidim. Bu yerda jurnalist va blogerlar media o'quv seminari debdi. Ikkita daryoda u o't va nimani bunday qilishdi. Aslida o'zingizlarda bilingan turgandir bu narsa. Aslida har qanday saytda, mana endi tushuncha berib o'tib ketaman. Har qanday saytda kirib maqolani ostiga o'z fikrini bildirib boradigan va qaysidir saytni muntazam kuzatib boradigan har qanday inson user deydi. Qaysidir saytda o'zini blogiga ega bo'lib, mana shu blogda jamoatchilik asosida o'zini tushunchalarini har kuni boyitib boradigan inson bloger deyiladi aslida. Va qaysidir saytda ana shu saytni buyurtmasiga asosan ma'lum bir mavzuni yillar davomida ko'tarib va ana shu mavzularda mana shu aynan bir sohani yoritib boradigan odam kolumnist deyiladi. Qaysidir saytda oylik olib ishlab, ana shu yerda shtatda turib ishlaydigan odamlarimiz endi bu internet jurnalistlar. Hozir demak bu yerda blogerlar va jurnalistlar bor ekan. Hozir ana jurnalistlar asosan blogerlar. Demak bugungi blogerlar, bugungi blogerlik, bugungi jurnalistika haqida sizlarga bir narsa o'rgatishdan oldin o'zim aytmoqchiman. Men bu sohada 2013-yildanman. 2010-yillari, 2008-yillari O'zbekistonda internetga dual degan kichkinagina kompyuterimizga o'rnatadigan chipimiz bo'lardi. Akmaljon esingizga deb turib telefonga ulanib bir 5 minutda kirib olardi deydi. Kirib internetga kirardik. Bir shahardan rosa bo'lsa 10 ta 15 ta kirardi. Shu paytlarda O'zbekistonda eng mashhur sayt futbol sayti bo'lib, uning nomi uff.uz edi. Esasinglar. Uni millionlab o'quvchisi bor edi. Bir kuni men bilmasdan kiribman, O'zbekiston terma jamoasining o'yinidan oldin kiribmanda shu yerga lahza qiymatida fikr qoldiribman. Bugun har qanday odamlar, erkak kishi ko'chalarda futbol to'g'risida gaplashadi, choyxonada futbol to'g'risida gaplashadi, maktabda futbol gaplashadi. Soat 18:00 da bo'ladigan O'zbekiston va Koreya o'yini to'g'risida bir xil gap boradi. Ana shu lahzani hamma kutadi. Keyin pushtak cholinadi va shunda hammani nigohi 90 minut ekranda bo'ladi. Chunki bugun vatan jamoasi o'ynaydi deb fikr qoldiribman. Qoldirib bir yarim soatdan keyin qaytib mana shu saytga kirsam, ana shu saytda lahza qiymati degan men maqolam chiqib qolgan edi. Men fikrimni maqola qilib berishim. Keyin ertasiga yana nimadir yozdim. 2 soatdan keyin kirsam, yana tepada meni oddiy user sifatida qoldirgan fikrim maqola bo'lib chiqib qoldi. Keyin shunaqa men fikr yozib o'rdim, ular maqola qilib qo'yishib, oxiri saytni boshlig'i o'sha paytdagi Azizbek Akbarov, bilib qo'yinglar, uff.uzda bugungi kunda hamma taniydigan Xayrullo Hamidov, Qahramon Aslanov, Shuhrat Shokirjonov, singari hamma Xushnud Xudoyberdiyevlar mana shu yerdan bloger bo'lib chiqqan. Mana shularni saytda blogi bor edi. Xushnud Xudoyberdiyev blogi, Qahramon Aslanov, Xayrullo Hamidov blogi, hamda meni Elmurod Ermatov va Albahs degan blogim bor. Agar o'g'il bolalar bo'lsa, o'qigan bo'lsa eslaydi. Uff.uzda. Shunaqa qilib boshlangan, keyin oradan 1 yil o'tib, saytni boshlig'i telefon qildi, Elmurod qizga blog ochmaydi, blogerlik qiling dedi. Ben yozyapsiz dedi.
Andijonda o'yinini, Andijonda o'yinga kelib, to'g'ridan-to'g'ri olib boradigan bo'ldim. Jiyanim yordam berardi, ikkalamiz. Bu payt internet haliga ahvol. Bir vaqt kirib olamiz, shu yerda prямо jonli olib oladigan bo'ldik. Andijonda o'yinni shunaqa qiziqishar ekanki, futbolga odamlar Fransiya va Angliya, Rossiyada yuradiganlar meni telefon qilib chiqadigan bo'lishdi. Ermon aka, shu kuni olib boring, iltimos deb. Keyin men olib bordim. Shunaqa qilib, sekin yetkazdan Abror Zohirov bilan gaplashib qoldim. Hozir Kun.uz saytida yetakchi mutaxassisi, yetakchi jurnalist va ayni kunda prezidentimiz bilan birga yuradigan jurnalistlardan biri. Pol deymiz, shunda yuradi. Shunda keyin yetkazga bir sahifa sport yozib turgan Emrod aka deyishdi. 2004-yilda keyin yetkazga ana shuncha yozishni boshladi. Sport yangiliklari. Birinchi yozgan maqolam ham zo'r ekan. Ronaldo kuchlimi, Messimi degan. Eng haligi temaga ulanib qolgan. Keyin u yerda yozib yurgandan keyin 2 sahifa bo'ldi. Undan keyin bolalar sporti degan gazetaga taklif qilishdi. Men jurnalistikadan uzoq odamman. Men Andijon davlat universitetini bitirganman. Keyin 2015-yili yilning eng yaxshi sport jurnalisti degan unvonga berishdi. Shunaqa. Konkursda g'olib bo'ldim. Keyin men yozaverdim. To'g'ri bo'lib ketib 2-3 ta gazetaga yozardim. Xolis gazetasining sport sahifasi meniki edi. Sport.uz degan gazeta, Uf.uz, shunaqa yozib yurdim. Keyin Kun.uz degan sayt bor. Hozir bilasizlar, Kun.uz sayti o'zbek kontentidagi eng yirik saytlardan biri va lider saytlardan biri. Sababi Kun.uz va Daryo.uz'ni mana ikkalasini oladigan bo'lsak, endi ko'pchilik biladiganlari bularda o'quvchilar soni ko'p. Endi bilasizlar, haligi bizda qaysidir bir mahsulotni yaxshi yomonligi yoki qaysidir bir mahsulotni ob'yomni hisoblaganda og'irligi bilan o'lchansa, sayt va Telegram kanallari va boshqa internetdagi har qanday nashrlarni nimasi kuchi, uni o'quvchining ko'pligi bilan aniqlanadi. Hozir Kun.uz saytini direkt Telegramda 1 million 300 ming, 1 million 400 ming o'quvchisi bor. Instagramda 1 million 3,5 million bo'lsa kerak. Facebook'da shunaqa 1 millionga borib qoladi. YouTube'da 600 ming shunaqa o'quvchilar bor, lekin hozir qadariga keldi. Unda Kun.uz sayti yangi chiqqanda 2000 yillarda men ham shu saytda faoliyatni boshlaganman. Avval Daryoga ham yozardim. Daryo.uz degan sayt. Pardonsiz, eshik bor, gapiraman. Men to'g'ri gapiryapman. Hammasi aytyapti. Yo'q, tanlayapti. Tanladi ko'rdi. Bo'lmasa, eshik ochiq. Ketur. Meliboy. Bolam Meliboy. Meliboy. Suvga ko'tar. Xo'p, deydi Baxtiyorjon, ostiga qo'yib bersanglar, mana hozir chiqdik. Xullas 3-4 ta anaqa o'qituvchilarga bo'lindik. Biz hali Elmurod akaga ham tanladik. Shu akani orqasidan ketyapmiz endi hozir. Kun.uzning muxbiri. Kun.uzning muxbiri, hali balon shinalarda gapirganki xonim. Yuring. Qani? Olib ketavering, boqadim atroflarda olib. Zo'r taomni muxbirlari, zo'r taomni vakili Akmal akam, Best aka, Tillo Qodirov. Men zo'r deydi, zo'r taomni o'rganib qolibman. Hormaylar Akmal aka. Qani ketdik endi Islom aka? Rahmat, charchamanglar. Xo'p, mana yana xo'p. Massa qilib yuribmiz-da endi mana. Tabiat o'ta go'zal. Haqiqatdan aytganda O'zbekiston Shvetsariyasi. Hozir O'zbekiston Nyu-Yorkdan kelib yuribmiz mana massa qilib. Alohida yana bir bitta bugun aylanib beramiz aka. Ha, hozir ozgina 1-2 soat qoldi menimcha darslar. Darslar tugagandan keyin bu yoqqa shahardan aytgandek baqa bayram. Bir aylanamiz. Ko'rishinglar mumkin, mana tabiati juda go'zal. Bahavo joylar, deyapman aka. Bahavo, ko'chasiga. O'zbekchasiga bahavo joylar. Prirodniy deb, tabiat qo'yini. Hozir mana haligi hamma seksiyalarga bo'lindi. Jurnalistlar, alohida blogerlar, alohida gazetachilar, alohida. Lekin biz blogerlarnikini tanlamadik. To'g'risi, menga shu Elmurod akaning anaqalari, fikrlari, dunyoqarashi yoqadi. Nimaga yoqadi? Shuni dehqoncha tushuntiradi hamma yo'qda. Tasira-tasira shuning uchun akani oldiga borib qani bir olaylikchi. Ilmlardan, bilimlardan. Kanalimiz haqida fikrlarini ham so'raymiz. Ko'rib borar ekan kuzatib aka. Yo'q. Gaplashsam ko'rdim dedi. Uni ham yo'q, ko'ramiz. Ko'rar ekan. Hozir balandlikka chiqyapmiz qisman. Orqada Tillo Qodirov. Orqada Tillo Qodirov. O'zimizning guruhimizda bor bu ham a'zomiz. Chiroyli aka, qarang, havosi toza. Mana maytlarga chiqib o'tirsa ham bo'ladi. Qon supasi deb deyapti. O, ketishyapti mana. Xo'p,
Akmal aka, Baxtiyor Mo'minov, Bekzodbek akalar kelishyapti orqada. Zo'r TV telekanalidan. Alohida intervyu berdik Zo'r TVga ham, Zo'r taom nomidan. Qo'yishadi xudo xolasa. Qo'ymasa endi qo'yadi-da. To'g'rimi Islom aka? Конечно, zo'r taom TV. Zo'r TV. Ha. Chota aka. Aka, savpaday deydi. Xo'p, ana hozir yetib keldik. Qani kamerani aylantiramiz. Zo'r TVda akalarga nima bordi? Nima deydi? Proyekt. Ha, taklif bor. Bir kelinglar, men oldimga bir gaplashaylik deydi. Biz bilan birga qilinadigan hamkorligimiz bor-ku. Shuni bir qo'yib, nima deydi, bir maslahatlashsak, agar iloji bo'lsa. Akmal akamga aytishimiz kerak hozir. Yo'q, Akmal aka kelish kerak o'zi. Alhamdulillah, biz Zo'r TV bizga kela olmas. Endi o'tirgan ola yaxshi, Sariq, maloshniy. Hozirgi paytda Milliy gvardiyani formasiga o'xshaydigan forma kiyib olgan aka. Prikolniydi o'zi ham. Xon spasiyachi ketyapmiz, menimcha aka xon so'risimi deyishdi. Tashida yuramiz, tashqariga chiqib. Biroq qushlar ko'p endi. Bu nimaga qaramaydi lekin. Xonobod to'g'ridan chiqib ketdik biz. Yo'q. Ha. Bu hozir yangi joyga qo'shib kirdik. Yangimi bu yerda endi boshqa? Boshqa Xususiy kafe emas, somon. Qayerda o'tiramiz endi? biz past zo'r ko'rinadigan. Damaslarni ko'rdinglarmi tepadan olganimni? Damaschi ayolga olganingizni qanday istayapti? Ash xotin bilan suhbatingizni eshitdik. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi deb gap. Buncha tez yuradi bular. Iloji jahonga oshib. Bilib qo'yinglar. Bu o'zga xos samonlarimiz bor. Vodiyda hamma yo'q chiroyli-ku. Mana shu vodiyda eng chiroyli joylardan bittasi mana shu. Ko'rasizlar, bu yerga chiqmadi? Mana shuni. Buni tasvirga olib ham kayf qiladi. O'tov qaysi? O'tov tepada. Hozir ashada ovqat aytib qo'yaymi? Borsak bo'laveradi-ya, o'tovga. Erkin olga. Mana ko'rasizlar, mana shu ko'rib turganlar Xonobodning qirlari. Biz Xontog' tepasidamiz. Bunaqa go'zal joylarni hamma orzu qiladigan joylarga yetib keldik. Shu narsani aytib qo'yinglar. Bunaqa ko'rinish dunyoning boshqa joyida uchramaydi. Qaranglar, o'ta go'zal-da bu. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi. Men orqasiga ham chiqqanman buni. O'sha tomonlarga ham o'tganman Kampirovodda. O'ta go'zal. Ha, yo'q, o'tovga jinday bormi? O'tovga. Ichi uzoqroq. Endi bitta narsa. Endi biz nimaga adashyapmiz degan savol tug'iladi. Sizlar qayerda blogermisizlar? Sayt. Sizchi? Shu sayt bormi? Menga tashinglar shuni, men ham o'qib boray. Umijon tashkillashtirib qo'y. Zo'r, ha, Umijon shogird. Akmal akam Zo'r TVdan mana. Charchamayapsiz. Baxtiyor aka Mo'minov. Assalomu alaykum, Baxtiyorjon bilan Baxtiyor. Baxtiyorni yetlaymiz. Baxtiyordan bir olib baxtli bo'ling, xullas. Barchasi boshlandi. Biz bilan Albatta. Didor radiosi. Aka, hali gapingizni ishlataman men. Qaysi? Har doim videolarimni oxirida ishlataman. Unutmang, kimgadir yoki kimlargadir keraksiz. Siz bilan g'oyibona bo'lsa-da didorlashgan Kamina Baxtiyor Mo'minov. Va ko'ryapsizmi kimligini bilib olinglar o'rtoqlar. Bilib olinglar. Bu qaysi kanalga? Zo'r taomga? Zo'r taomga tushunali. Demak, hozir zo'r taomni ko'taryapmiz. Yaqinroq kelinglar, mana xalaq beryapmiz aka, mayli. Tezroq o'tib olamiz. Yana bir narsa, zo'r taomda zo'r original taomlar pishiriladi. Bir fakt aytib o'tib ketaman osh haqida. Bilasizmi, osh juda ham kerak bo'lsa rekord darajada rekordlar kitobiga kiritiladigan taom. Hech qaysi taom osh kabi ham qovurilmaydi, ham qaynatilmaydi, ham dimlanmaydi. E'tibor bering, osh ham qovuriladi, ham qaynatiladi guruchi, ham dimlanadi. Yana qaysi taom shunaqa pishiriladi? Batafsil osh haqida eng zo'r faktlar mana shu kanalda. Hali ko'rishamiz yana. Albatta. Bizning kanalga alohida ovqat qilib berishingiz kerak. Alohida suhbat qilib turib, alohida ovqat qilib berasiz bir antiq ovqat. Bo'ldi. Qani, kiraylikchi? Xo'p bo'ladi. Registonning oldiga borib, xuddi Samarqandliklarga o'xshab Registonni yoritib olmaymiz. Chunki bizda yo'q bu. Bizda ishonganimiz Bobur bor. Bobur ham yerda yo'q. Cho'lpon hech qayerda yo'q. Duxcheshon ham yerda yo'q. Mingtepa, Marhamat hech qayerda yo'q-da bu. Sabab hech qaysi viloyatda bizga o'xshab 3-4 ta Amerikada chempion ham. Lekin bugungi Andijon jurnalistikani yomon tomoni, Andijon jurnalistlari Andijonda borini bera olmayapmiz. Mana o'zinglar o'ylanglar-da. Muhammad Qodirni
bilan oxirgi marta kim uchrashuv qildi hisoblayman. Oxirgi marta Kun saytidan Bobur Akmalov kelib uchrashuv qildi. Suhbat qildi, unga ham 1 yil bo'ldi. Lekin yoshlarimiz boshqacha ko'rinishda, boshqacha rakurs bilan berishlar kerak edi. Mana Xonobod haqida yozaveramiz. Hali aytgan gapim, endi ham xona yo'q. Usiz yo'q-da, yosh bolasidan kelgan odam nima qiladi? Katta odamni istab topib oladi, ungacha chidar. Lekin Xonobodda ham eng katta muammo hojatxona. Hozir maqola yozyapman, inqilob 1 yildan beri yozaman. Nomi shunaqa. Inqilob bo'lish kerak, tualetlarda ishlasin. Ko'cha to'la bo'lish kerak. Keyin men oxiriga yetkazmadim, Umidjon gapimni. Ko'chani bo'yga nafaqat hojatxona, Andijon Xonobod to'laga. Xuddi ashitga kichkina tahoratxona, kichkina namozxona, kichkina kafecha, keyin yoniga hojatxona qurish kerak. Buchi bitta tadbirkor uchun katta narsa, tadbirkor katta yo'lda bo'yidan har doim yer olish xohlaydi. Andijon turizmini boshlig'ining oldiga kirib turib, aka, men Xo'jobod bilan Andijonning o'rtasiga bog' shamolga menga yer bering, yo'l chekasiga bitta kichkina kamping, boshqa turilgan joy, hammaga kerak. O'lganasi yoniga kichkina kafecha, yoniga hojatxona va tahoratxona va namozxona qurib qo'yaman. Hamma keladi, ega. Birinchidan savdo yurib odam ishlik bo'lamiz. Ikkinchidan chet eldan kelgan odamlarimiz maza qilamiz, keyin bizning taomlarimiz. Akalar, Andijonda qilib bilib oling. Go'sht va yo qopsab, yo boshqa joy. Qopsab qo'ya olmaydi. Sizga maslahatim, siz birinchi o'rinda ikkilarga bitta qopsabni oldiga kirib, Andijonda go'sht qanday so'yiladi? Boshqa joylarda go'shtning rangi qoramtir bo'ladi-yu, Andijondagi yaltirab marmar go'sht turadi deb so'raylardi. Chunki bizda qonun oqitishlar. Masalan, juda pokiza duoman so'yadi. Keyin qonun oqitib boshqa yerda yomonlamoqchi emasman, lekin bizda go'zalda, turishi ham. Keyin go'shtdan pishirilgan taomlarimizni maqtamaymiz, chunki guruchdan pishirgan taomlarimizni yaxshi ko'ramiz. Sizlar uchun alohida narsa. Andijonda hech qo'ygan o'tgan hafta Abduvali qildi, somsa haqida. Qaranglar qancha odam o'tdi. Biz birinchi qilamiz. Endi eshitib turinglar. Sizlar boshqacha rakursda beringlar shuni. Meni fikrimda endi, yeni tajribamdan ishonib. Har bitta tumanning o'ziga xos tomonlari bor. Xonobodda mana o'tug'i bor, o'tug'ning ichida shilqirdoq bor. Mana shuni deymiz, dana ovqatning nomini zo'r ovqat. Paxtabodda o'zining ovqatlari bor. Paxtabodda alohida Uyg'urlar yashaydi. Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'ur taom ustasi degan. Lag'mon, hamma ovqatlar bizga Uyg'urlardan keldi. To'g'rimi? Do'landa ham bor. Eng chiroyli ovqat Do'landa bo'ladi. O'zi ham Uyg'ur. Uyg'urlardagi shirin ovqat pishiradigan yo'qda, Markaziy Osiyoda. Uni hammadan oladi-da. Ana shu gaplarimiz bor, nima deyapti deyishadi, ular. Avtobusga chiqsa ham oqsini ochib qo'ying derlar, shunday gapirishadi. To'g'rimi? Siz Uyg'urlarni nima qilganingiz keyin nima? Ko'rasan, brendimiz zo'r. Hamma Andijonda oshi deydi. Asakani cho'ntagida osh unaqa zo'r bo'lmaydi. To'g'rimi? Endi bo'yin zo'r bo'ladi. Oshi boshqa holat olgan olib ketdi. Bu ketadi. O'ynab melindada lekin. Mana hozir Abduvali hali kuni Abduvaliga aytaman qila olmadim. Hozir Abduvali bilan birga ko'rsatib qilamiz. Qayerda qilamiz deymi? Ha. Biz Abduvali bilan tabassumda qilamiz. Boshlig'iga aytib qo'ydik. Asli joyi biz ham boraylik. Birga boraylik. Bo'l. Abduvali bilan boramiz, chunki u yerda bir vaqtda o'zi 20 ta qozonda osh qilgan odam. Ikki tomondan biz ham pavlo bo'lamiz. Ikkalamiz birga sabzi to'g'raymiz. Ko'rasan, ertaga uni ko'radi. Men hozir oshigan bo'ladi. Men qiziq aytaymi? Biz birlashishimiz kerak-da. Mana o'zimizni hududimizni yoritishga eplab olsak, keyin O'zbekistonni yoritib o'ramiz undan keyin. Undan keyin hozir men tortishdi, jurnalistikada o'qimagan odamga sen yozma, sen jurnalist emassan deyish bu amaliy deb o'ylayman. Men xohlagan odam menga tortishaversin. Mana shaxsan o'qiganlar bo'lgan taqdirda ham, mana jurnalistika bitirgan. Chunki bular jurnalistikaning ichini, garmoniyasini biladi bular. Lekin bugungi kunda jurnalistlarimiz shijoat bilan chiqib xalq ishtirok kamchiliklarda yoritolmayotib turgan bir paytda bitta bloger yuradi, ish yozaman, yorityaptimi? Ya qandan ursin deyish kerak. Boshqa gap yo'q, to'g'ri. Men siz Dilshodbek haqiqiy jurnalistikaning egasi, siz o'qigansiz. Meni gapimga qo'shasizmi, qo'shilmaysiz? To'g'rimi? Bugungi jurnalistlarimiz nimadandir hayiqadi yoki muassis hokimiyat bo'ladida, ular mana jamiyatdagi kamchilikni yorita olmaydi. Qo'y dedi, ishdan haydalib ketmaydi dedi. Hozir dedi, chaqirib turib hokim bor, ket desa ketadi deb. Ish beruvchi bilan munosabatlarni qolamaydi. Yo'q, o'zi aslida hokimiyat muassisliklariga, gazetalar muharrirlariga hokim bosim o'tkazsa, u shart intervyuga chiqib turib, menga nima bosim o'tkazadi? Men mana shu redaktorman, jurnalistman, onamga o'xshab ishlaymanmi, yo'qmi desa bo'ladi. Lekin u uchun ham edi. Ha, yo'q, masalan, hozir tortishga, roman tortishdan oldin odam o'z bilmaganda yurishgan bo'lishi kerak. To'g'ri, masalan, men hozir shu ajoyib olib olsam, qo'shib yaxshi aytmayapman, uyataman-da. Akalar, opalar, hamma qadrdonlar mana obedga chiqdik. Chiqayotgan jarayonda olamiz deb haligi seminarda bo'lgan suhbatlar rosa qizidi. Shular bilan gaplashib fikr-almashib kelaverib. Esga tushib ketgan, obed olmadik, obed jarayonida. Tushlik jarayoni bo'ladimi o'zbekchasiga?
Mana hamma yaqinlarni olib qo'yasiz. Baxtiyorjon hamma narsa aytganimdek, bloger jurnalistlar masala hammasi. Baxtiyor akani hamma taniydi. Mana obeddan chiqyapmiz, tushlik deb qo'yishadi. Endi mayli ko'pchilik badiy gapir deyapsiz. Endi nima qilay, unga fikrlarni bildirib ketasizlar. Menga baribir obeddan chiqyapmiz mana. Obed qildik, maza qilib, rahmat, hamma zo'r. Endi hozir xonaga kirib yuring, vaqtida siz gapiraveraylik. Albatta, bu yerda shovqin ekan. Ha, shovqin. Eshik ochib berib. Islom akamga to'g'riga anaqa bo'ldi haligi. Badiy gapiringlar dedi. Islom akam aytdiki, bizni obunachilarimiz shunga o'rgangan, o'shanga biz shunaqa gapirishimiz kerak dedi. Haligi 9 bolalari qo'shnilarimiz shu sababdan obunachilarimiz o'zlari so'raydi bizga, atay yozadi, boshqa gaplar yaxshi. Shunaqa qilib endi hozir xonaga kirib, kiyimlarni almashtirib, saralik mono kiyimlarni baribir ozgina noqulay his qilyapman. Almashtirib, keyin mana opalarimiz yordamida massaj tuzg'onlarini ko'rsatishadi. Shu yerlarga tushib sizlarga alohida ko'rsatamiz. Bu yerda sport zal bor ekan, basseynlar bor ekan, ularni ham ko'rsatib. Qisqacha sanatoriya haqida sizlarga yetkazib beramizda. Sanatoriyani bahosini o'zinglar berasiz. Albatta. Iloji boricha haligi videolarimizni qo'yapmiz, shoshilib montajlar qanaqa bo'lishligi mumkin. Shunga e'tibor qaratib qo'yasizlar. Keyin seminarda yaxshi shirin gaplar bo'lyapti, blogerlarga, umuman jamiyatimizga kerakli gaplar bo'lyapti. Uni yoritgani biz ozgina qiynalyapmiz, chunki yo eshitgan odam bo'lmayapti, yo olib turgan odam bo'lmayapti. Operatorimiz qolib ketdi. Shunisi bor ama. Rahmat katta. Qani? Kiyimlarni Xo'p. Akalar mana hozir obed qildik. Kiyimlarni almashtirib, sanatoriya bilan tanishtirgani sizlarni video olgani ketyapti. Birinchi bo'lib litseyda qilaylik, aka, aytdi-yu. Shu lichey tuzg'or, gidro basseynlar deb qo'yamiz. Qanaqa ham bo'lmagan. Doktor opalar aytdi-yu, haligi doktor qizlar. Qani ketdik mana. Gidro basseynlar. Oh. 3-etajdan tushyapmiz mana. Stop bosing deyapti. Qalaysizlar? Maza qilyapsizlarmi? Ukasi. Bo'ldim, qaytib ketyapsizlarmi? Qalay, yoqdimi? Ismingiz nima? Diyora. Oh, Diyora, buchi? Oh, Behruz. Qalay, alhamdulillah, yaxshi. Nimalar yoqdi asosan? Konsertlar yoqdimi? Konsertda kim ishtirok etdi? Yoqqanimizni xursandman deydi. Hayır. Yana kelasizlar muloqotga? Ha, chaqirsa kelasizlar yana? Ha? Atazdan kelyapsizmi? Mana akalar, opalar, hamma qadrdonlar. Mana bu opamiz hozir nima qildik, o'zimiz iltimos qildik, shu sanatoriya haqida, sihatgoh haqida bizga aytib beradi. Hozir o'zi kirib, tanishtirib, kerakli joy, biz so'ragan joyini biz bilmaymiz, u yangimiz, to'g'ri. Aylantirib bizga ma'lumotlar beradi. Shu ma'lumotlarni biz ham sizlarga beramiz, xudo xolasa ko'rib, fikrlar bildirasizlar. Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir sihatgohimizga xush kelibsizlar. Hozir biz sihatgohimizda 23 xil muolajamiz bor. Hozir ular bilan tanishtiraman bir chekkadan. Marhamat, yuringlar. Ketdik. Islom aka qani? Yuringchi. Assalomu alaykum. Sihatgohimizga xush kelibsizlar. Kelinglar, yaxshi keldinglar. Rahmat. Ketgan bayraminglar bilan. Rahmat, o'zinglar ham qiylamasdan keldinglar. Tarixda eshitib, mana shu hokimlik tashabbusi bilan, avliyoat tashabbusi bilan shunaqa sharoitlar yaratib eshitib keldik. Mana endi siz o'zingizni bir aylantirib, tanishtirib, ishlarni qilib berasiz. Oldindan rahmat sizga ham, sizlar charchab ishlayapsizlar. Rahmat. Sihatgohimizda standart xonalarimiz bor, lyuks xonalarimiz, oilaviy va lyuks xonalarimiz bor. 23 kursli litseynalarimiz bor. Hozir bir chekkadan litseynadan boshlaymiz. Rahmat. Ishkamiz bor. O, nima bu endi? Bu anaqa asal bo'lish. Buni qani kirib tushuntiring, nima, qanday ishlash jarayoni? Bu gidrobochkamizda ko'proq shamollash, bel, oyoq,
Ho'l shamollashlarga juda katta foydali. Asalni surkab turib mijozimizni bu bochkaga qo'yamiz. 15 ming daqiqa, u sog'ayib 20 ming daqiqa o'tiradi. Foydasini bir martadan уже biladi. Necha gradusda o'tiradi? 40-38 gradusda issiqlikda o'tiradi. Qon bosimi borlarga biz tavsiya etmaymiz. Vrachimiz ko'rigidan o'tadi, davleniyasini o'lchaydida, yangi muolajani yozib beradi. Ehtiyot bo'lamiz. Qani, davom etamiz. Betimiz fitabarimiz. Fitabarimizda damlamalardan foydalanadi mijozlarimiz. Hozir yuramiz aka. Bunimiz ultrazvugimiz. Ko'ringlar. Assalomu alaykum. Bu mana ultrazvugimiz, dastamalimiz, xonamiz bunda. Mijozlarimiz ultrazvukdan foydalanadi, dastamaldan foydalanadi. Bu aparatimiz og'riqni surkab 10 cm chuqurlikda chuqurlikka kirgizib beradi. Odam tanasiga 10 cm Ichkariga kirgizib beradi. Bu aparat asosiy vazifasi dorini terida, oyoq ostida ushlab qolishda oldini olib, og'ir bo'layotgan nuqtaga yetkazib beradi. Misol uchun bo'yinda, ko'chkalarda tuz yoki tosh bo'ladigan bo'lsa, asosan shamollashga qaratilgan bo'lib, tuzlarni maydalab, toshlarni maydalab tushishiga yordam beradi. Keyingisi dastamal orqa va oldin miya qon aylanishini yaxshilab, o'layotgan nerv hujayralariga qayta jon bag'ishlaydi hisoblanadi, shunaqa hisoblanadi. Odamda nervning asabiylashishi shunaqalarni oldini oladi. Orqa qon aylanishini, oldi qon aylanishini yaxshilab, o'layotgan asab tolalari xuddi yurakka elektroshok berganingizda qayta tiriltirgandek nerv tomirlarini qayta tiriltirib beradi. Unda o'zim tushishimga to'g'ri keladi. Mana hozir ertaga yo kutilamiz yoki To'kilib jiz qilmaydi. Boshingizdan Boshamiz. asab tolalari. ana hozir hazillar Ko'rdinglarmi, reklama asosida kelib mana boshimga. Nima qilyapsiz? Lekin to'killar ekan, lekin bilmaydi ekan. Bu xona yuqori chastda hisoblanadi. Qolgan mayda past chastdagi xonalarimiz michilar to'qida ishlaydigan bo'lsa, bu xonamizda voltda ishlaydi. Asboni yaxshi qilib bering opa. hamma gaplarni yon qilib Yaxshi ishlaydigan bo'ladi, bering. Endi mana anaqasi bilinyapti. Sal-pal og'riq. Unaqa katta og'riq emas, boshqa bilinmay qoldi endi bilinyapti. Keyingi shakli nerv tomirlari kechligidan boshqa farqlaydi. Orqa yarim sharlarni qonalanishini yaxshilaydi. O'ng va mana bu mashq xonamiz. Bu bel, og'rigan joylariga, oyoqlarga qo'yiladi bu aparatimiz. Bu lazer terapiyamiz yurakka, davleniyasi oshganga ishlatiladi. Bu lazer terapiyamiz, bu magnetimiz oyoq, bel, qo'lga, bo'yinga qo'yiladi. Demak, anaqa ekan-da, bemalol o'tirib, Bemalol oyoqlarni kenga qilib ketsa bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi deb beramiz. Bu xonamizda elektrokarez xonamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Maylimi, mumkinmi? Kiringlar. Nimaligini tushuntirib gapirib bering akalarga. Konsultatsiya. O'tib berasiz. Dori moddasini bu elektrokarez qo'llar tarafidan qo'yiladi. Dori moddasini tok orqali, mayda ionlar orqali terini orasiga kirgizib beradi. Ukoldan, mazdan ko'ra bu chuqurroq 4 mm gacha terini orasiga kiradi. Og'riqlarni tezroq qoldiradi. Qon aylanishlarimizni yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytiradi, og'riqlarni qoldiradi. Ko'proq qanaqa odamlarga tavsiya qilasizlar masalan? Bosh og'riydigan odamlarga, ko'proq oyoqlarida og'riq borlarga, mushaklarida og'riq borlarga, keyin davleniyasi borlarga tavsiya qilinadi. yoshga yaralanmagan? Yo'q, yoshga yaramaydi. O'zi bitta umumiy holatda anaqa bo'lganmi? Bir natija bilan chiqib ketib, holatlar bo'lganmi? Natija bilan chiqib ketib, yana qayta kelib foydalanganlar. Bizda tepada bosim balandda ko'p chiqqanlar birinchi o'rinda davleniyadan shikoyat qilishadi. Davleniyasi borlarga albatta yakka beliga shafaq usuli bilan elektrokarez yozadi. Yozganda 2 kun
51 kun bo'lgandan keyin уже сразу ta'siri bilinadi. Давлениесі normallashadi. Yaxshi bo'ladi. Meni saqlab ketdi. Bo'linglar, yaxshi ishlaylar, omad ishlaylar. Masalan, yuribsiz nimani aylanib, xudo xolasa keladi mana davoga. Men bilmadim ekan bunaqa funksiyalari borligini, endi kelamiz xudo xolasa ertadan. O'zingiz kutib olasizmi? Ertaga boshqa bu. Shundaman. Siz kutib olsangiz kelamiz omadsiz. Bo'lmasa bizlarga urib olamiz. Parafin xonamiz. Sham asosan shamollashlarda bel, oyoq, tizzalarga qo'yiladi. Qonalashlarni yaxshilab, tuzlarni eritadi. Asosan shamollash. Shamda, lekin shamda foydasi bor. Men tavsiya qilaman. Sababi rosa men yelkalarim og'ridi. O'sha shamni qo'ygandan keyin umuman bitta joyda o'tiramiz, boshqa qilamiz. Bunaqa odamlarga tavsiya qilaman, shamni olinglar. O'zim ko'rganda bilaman. Shamizni olib qo'yilar endi. Sham o'zi nimadan tayyorlanadi? Qanday tayyorlaysiz? Dorisi bor. Dorisi bor. O'zi qo'shadigan dorilarini qo'shiladi. Ko'k asosida eritib shamimiz qayta yangilanadi. Moda eritiladi. Orqasiga quyib, mana o'zini gradusga kelganda 20 gram 40 gradusga qo'yiladi. Nima uchun? Qaysi? Bu sovutni qatirib beradi. Qatirib turish. Keyin klyonkaga, salafanga, solib keyin mijozlarga qo'yiladi. Betlar mana ko'rdik, hurmatli azizlar. Endi tuz g'origa boramiz. Tuz g'orida tuzni yeb qo'raymiz. Doktor opa, assalomu alaykum. Aldammi? Men hozir tuz g'origa ketyapmiz debman. Birinchi tuz g'origa ketishdan oldin nimaga kirib chiqamiz ekan? Lyuks xonalarga. Biz yotgan xonalarga. VIP xonalarga? Biz taraf-ku. Mana biz yotgan xona. Bo'ldi, nima qilasiz boshqa? Lyuks VIP deb. O'zimiz xonaga kirib tanishtiramiz hozir. Mana bu Baxtiyorjon Lyuks VIP, ya'ni bizning xonalar B korpusda joylashgan. B korpusga kiramiz. Kelin, sizga eshik ochib beray. Hoppa. Rahmat sizga. B korpusning ikkinchi qavatiga chiqdik. Ikkinchi etajda qo'yamiz. Bu bizning xona emas-ku? Yurolingda mana shu yaxshi xona menga yoqib qoldi. Sizga ham yoqadi. Menga yoqadimikin? 100% yoqadi. O, kiramiz. O, svetlarni yoqamiz. Bu lyuks xonalardan biri. O, Keyin katta, shinam, mebellari joyida. Islom aka, bu hali ikki kishilik oila bop ekanda endi bu. Oilaviy. Amerikanskiy deb bergan o'zbekchasiga. Ya'ni e'tibor ikkita. Bu yerda yer oldim, bu yerda bo'lsa yotishi mumkin-da endi. Shunaqa qilib, shunaqa mo'ljallab kelingan. O'rnatilgan divanlar. Fabrичный, firminniy deydi. O'zbekchasiga firminniy. Haliniz katta ekan-a? Zo'r, hamma yoq zo'r turda nima bilan ishlangan ekan deb bekkachi tezroq odamlar jalb qilib olib kelish kerak xalqqa. O'zi necha 52 yilmi? Mana shunaqa. Bugun mashina qolaman shekilli. Ko'chib o'tamiz aka. Shkafi ham ajoyib. Ana shkaflari. Zo'r. Menga yoqyapti ona. O, ikkita-yu, ila. Tuz bo'la tashindi. Ha, bu ustuvora tashlashamiz. Chiqamiz keyingi Qani, ketdik. Baxtiyorjon mana B korpusdan chiqdik, endi hozir tuz g'origa ketyapmiz. Tuz g'ori, lekin bu tuz g'oridan mana o'z mana atrofda bekarga aytilmaganda O'zbekiston Shvetsariyasi deb. Shvetsarskiy havo. O, men sizga aytaman. Havo rosa zo'r, bu sizlarga aytilyapti. Imonali qadrdonlar. Kelib, dam olib, xudo xolasa, Baxtiyor aka, hamma qadrdonlar mana shu yerda turishdi. Rosa xursand bo'lyapman. Menga qarasangiz. Rosa xursand bo'lyapman, shunda mazali yurib. Hamma qadrdonlar yoningizda, oshnog'aylar, opa singil hamma yonimizda. Men ham yoningizda. Bunaqangi tadbirda shunaqangi nimani uyushtirib berganlarga alohida rahmat yana bir bor ta'kidlab o'taman. O'tgan safar kechagi videoda desam paxta deb kimdir yozibdi. Bu paxta emas, bu rahmat. Ana shu yozganlar kelib ko'rsa biladi.
Tasakkurnoma. Masalan, kimdir sizga nimadir bersa, rahmat deysizmi? To'g'rimi? Shu rahmat. Paxta emas. Bu haqiqiy bor gap. Bu baland paros gaplar emas. O. Paxtadan kiramiz. Tuzg'origa ketdik. Tuzg'orimiz hozir mana pastda podvalda ekan. Biz pastga tushib ketyapmiz. Bu hozir to'g'rida ko'rganinglar, mana ko'rib turganinglar oshxonamiz. Oshxonaga alohida kelamiz. Oshxona biz uchun bilasizlar-ku, zo'r taom bo'lgancha alohida mavzu. Aha. Bu yerda ish ko'rsatishimiz bor hali. Tuzg'origa mana kiryapmiz. Kelaveringlar. Tuzg'organdan keyin tuz bo'ladi. Aniga nima qaysi nimaga bor edi-yu. Sekretnikda bu nima qil labirintli joyga o'xshagan. 5 minutda bo'ron qoping. Asli joyga o'xshaydi ekan. Bu yerda qana davolanadi? Nima o'tiramiz? Bu yerda o'tiradi mijozlarimiz, 15 minut o'tiradi. O'tiring. Yuqori nafas yo'llariga juda katta foyda, astmaga, bronkitga. Biz nima ichamiz-ku, yo'damarin. Bu tabiiy o'zidan chiqaradi. Bu g'orda hid. O'zingizlar ham 15 minut o'tirsanglar bilasizlar foydasini. O'tiraylik olmasa 15. O'tiraylik olmaydi, opa, Suv sepilib Yana 15 minut o'tirsanglar katta foydasi bor deb mana hamma blogerlar mana shu yerda yig'ilib o'tirmoqchi bo'lyapmiz. 15 minutdan keyingi holatni aytamiz. Bo'laverami, kelishdingmi? Akajon nima deysiz? Menga aka ma'qul. Haligi aytadigan gapim bor edi-yu. Pushkin haqidami? Pushkin haqida. Yo'q, bu san'atlarni yaxshi o'qigan. Albatta. Ustiga bunaqa metr boshqacha. Xarijasi farqi bo'lsa kerak. Balki endi o'tirgan sezsam ancha farqi bo'ladi. Foydasi bor bari. Nima tuzg'orida ham tinch qo'yishmaydi. O'zlaring hal qilishni o'rasanda shu arzimagan 50-60 ming dollar deb qimmat tuzg'origa kirganimda bezovta qilishadi, Baxtiyorjon qarang bo'ladi. Nima deydi aka? Qilyapti. Nima? Muz qaymoq ochyapti Marozxona. Shunga 50-60 ming dollarga lampochka olmoqchi ekan. Olaverasan-da, to'g'rimi? Mendan so'raysan mayda pullar. Bo'pti, qilaman. Aka nimadirlar sezilyapti? Men hozir eshitman, sezmayapman. Tuzg'orda. Gapimni o'tasiz, bilmadan sezasiz. Eshitman, sezmayapman. Azim TikTokga qo'yaverasiz deb kirdim. Hozircha mana o'tiribmiz. 3-4 minut bo'ldi, lekin hozir bunaqani sezmayapmiz. Endi bu qora 15 minut. Nima seziladi, opa? Nima bo'ladi? Odam qanaqa o'zini yengil his qiladimi? Yengil his qiladi, asablar tinchlanadi. Oma baqirmay qo'yding, bildinglar. Sekin gapiryapman. Juda asab bosib qo'ying. Endi mana tuzg'ordan chiqdik. Tuzg'ordan chiqib, hozir anaqa trenajyorniy zal. Basseyn. Shu yerlarga borib, bu yerlarga ko'rsataylik. Bo'laveradi aka. Basseynda o'ziz men suzishga borganlarim esimga tushdi. Suzishga borganingiz zo'r. Maza qilib suzasiz. Lekin bir oydan keyin kelsangiz. Hozir basseynimiz tayyor emas. Ha. Suv to'ldirilyapti. Aha. Buni ham o'z ko'zasiz to'layotgan. Atrofda olyapti. Basseyn. Hadi 50 metr. Ya'ni bu yog'i 50. Standart ekanda, standartda o'zashdan bo'ladi-da. 2 metrga 50. Bo'lagani orqa tarafda. Prosto suv yo'q, qanisiz ham prosto suv yo'q. Indamay ketganingizni qarang. Chaquni turibdi. Cho'milsa bo'ladigan. Nima to'ldirmadinglar? Apet qildinglarmi? Biz kelishimiz kerak. Hozir sovuq-a? Bu xonobodda suvdan muammo deyish uyatda. Yo'q, uyat. Eng suvli joyi. Aslida eng suvli joy Xonobod bo'lsa.
Basseyndan chiqdik, endi trenajyor zaliga ketyapmiz. Mushaklar ishirgan. Qani? Yur olaylik. Trenajyor salimiz. Trenajyor zal. Muskoy salon ekan. Ha? Muskoy salon deydi. Yo'q, akam yo'q bering, yugurasizmi? Ha, yo'qing. Ushab turasiz-da. Menga anaqa yo'q bering. Sport bo'yicha master emasman-ku, lekin Mana Baxtiyorjon yoqyapti hozir. Start tezing. 200 ga qo'yaring. Eng teziga qo'ying. 180 eng tezi. Uni telefonni ushlab yuguramiz. Yo'q, uni tushib ketadi. Yo'q, uni tushib ketadi. Men bo'l, ko'payib ketadi. 100 qiling. 100 ga chopishim kerakmi xullas hozir? Ha, 100 ta ot kuchi bor. Nima xotin? Voy. qo'rqyapti, ko'rdinglarmi? Qo'rqyapti. Mana, qo'rqyapti. 117. 117. Rekord necha qilamiz? Rasmiy, bosing. Ha, eng balandga qo'ying. Qo'rqmayapti. Yuragi butun, baquvvat. Bo'ladi. Bo'ladi, Qo'yib yuborib yuguradi. Stop etmang. Ya, chidamadi. Men 1 soat yuguraman. 180 ga tezaganda. 180 qo'yib olib 1 soat yuguraman. Qani, yugurinchi. Ha? Yugurinchi. Yo'q, uni keyin ko'rsataman. Hozir ko'rsatsa olmayman. Sizda hozir mana kulashingiz kerakmi? Ha, hozir Baxtiyorjon o'zini mahoratini sinab ko'rmoqchi, tezligini. Birinchi yura boshlaysiz-da, uni borsiz olmaydi. Yuryapti hozir. Ozvachga xalal beradi yurganda, dihaniyaga ta'sir qiladi. Yugurganda tashlab olaman. Hozir 180 ga chiqaman dedim. Ha? 98 ding. Hayır, mana. Qo'rqmayapti, 100 ga chiqdik, qo'rqmayapti. Qo'yvoring qo'lingizni. Islomiydan xabar olib qo'yinglar. Borligi uchun, ajmani qo'lib olganligi uchun. 150 ga chiqdi. Rekord chiqadi. Kecha kechpayt yugurdim-da, men 180 ga yarim soat. Ha, yaxshi. 3 kilometr yugurdim. 180. Rekord bo'ldi. Oshbetiga baland tursa. Mana yuragi shu qurilishi boshlandi. Hozir doktor chaqirib qo'ying. Qanchalar chaqirib qo'yib olib ketishadi. Bo'ldimi? Yuragimiz 97, 102. Bo'ldi. Ha, tezlik. Siz. Tugadi. Hech nima bo'lmagan deydi. Qani Baxtiyorjon? 201 ga chiqdik mana. Hozir o'zi 200 tezlikda yuguryapti, просто zamedленный kadr. Mashinasi zo'rda. Qani? Yo'q, yaxshi. Mashinasi zo'r, yangi ushmisiz. Qani? Hali muvozanatni ushlash kerak. Bo'ladi Baxtiyorjon. Mana shu ketdingmi? Asakaga ketib bormang yana. Endi qayerga boramiz opa? Endi Bashnaga chiqamiz. Bashna chiqaylik, o'g'lim hali ko'ch boshidagi Bashnaga borma. Endi mana eng qiziq joylari Bashnaga chiqamiz, xudo xolasa. Ko'rdinglar, mana rosa ishlab chiqdim hozir. Kuchlarim o'ta ko'payib ketdi. Hop, meni ham ishlatdim aka. Nima qilishdim, endi Bashnaga chiqib ketyapman hozir. Bashnaga bostirib chiqaman piyada. Bu hammasi albatta yangi yil hazillari. Hozir Bashna bor ekan, shu mencha tepalikdan ko'radigan joy shekilli. Tepalikka chiqib olib, Xonobodni ko'ramiz shekilli, qani. Yo'rinchi Baxtiyorjon. Bayroqlar topgan. Qardosh xalqlar. Yomon aka. Meni ata yugurtirib xansiratishdi.
Ha, men Aladoniy Baxtiyorjon mana letniy o'da trenajyorniy plashatka. Endi men qarangda. Xohlaymizmi, xohlamaymiz, baribir ruscha aralashadi-da. Hali o'zbekcha gapir deysizlar, hali. Mana yozning letniy plashatka. Mana basketbolniy plashatka, mana ichida voleybol ham, u o'ni stadion. Xudo xolasa hozir bu faqat nimani ichi bo'lyapti-da? Sihatgohning ichi bo'lyapti hozir. Xudo xolasa u ko'chalarga, u shaharlarga boramiz. Hozir 7 ga dedilarmi aka? Ha, 7 ga Xonobod hokimiyati uyushtirib beryapti bizga ekskursiya. Bugun dedi Xonobod hokimlar hali gaplashib, bugun baliq qanaqadir baliq anaqa qilib berar ekan. Nima dedingiz to'lig'i? Afsona baliq yo'limiz bor. Xonoboddan Afsonaga olib borib yuborsak. Ha, mehmon. Bugun 7 ga. Bugun. Doim hali baqa bayram deyman-ku. Qilamiz ekan. Ha, keyin ikkinchi masala dedi, paqircha, yana paqirchalarga chiqarish dedi. Aylanib o'sha kanat degan joylar bor, shularni aylanib, aytib, xullas dedi, bu Xonobodda hokimi o'zi shu narsani aytdi, ya'ni beramiz. Hokimiga rahmat. Rahmat, doim aytamanim. Haligi bugun baqa bayram, bugun baliq bayram ekan. E'tirolinglar. Mana basna ko'rasizlar. Hila baland. Shu basna yo'si chiqib tepalikdan haliga borib biron yoqqa boraylik deb. Masalan, qayoqqa dedi. Bunda tepalikka chiqish, tepalik mana shu bo'ladi, zamonaviysi. Hali multfilm. Tepalikka chiqamiz hozir. Butun umr shu tepalikka chiqishni orzu qilardim deydi-yu. Shu orzularimga yetishyapman, rahmat. Yetishtirganlarga rahmat. Mana operatorlar olib ketdi, Mahtar aka. Biz hali mehnat qiladiganlar. Baba nechanchi yil tashkil etilgan? 3 yil bo'ldi ochilgan. Ochilganiga 3 yil bo'ldi. Prezidentimiz tashrifidan keyin sihatgohimiz ishga tushdi. Xonobod ahli ish bilan ta'minlandi. Prezidentimizga rahmat. İkinci lift mi? He, savollar bor. Mana shu uchun spetsiallik birovda odam uchun qurilganmi bu yo sababi? Mehmonlarimiz uchun qilingan bu xonamiz. Har qanday fuqarolar foydalanishi mumkin. Endi xudo xolasa tez kunlarda bu joyimiz ishga tushadi. Ish faoliyatini boshlaydi. Hali ishga tushirilmagan. Hali ishga tushirilmagan. Albatta mehmon kelib endi. Yo'q, hali mehmon qabul qilmadik. Endi 5 etajli bor. 5 etajli shu bitta binoda polnis o'zi nima qilib oladi-da. Ha, mana shu binoda bitta. Demak, 3-chi etajlarda yo'q bunaqa joy. Endi hali buni Ha, bunaqa joyda faqat zo'r taom ko'riladi. Kim yaxshilik ko'rib turibdi degan. Ne? Aziz do'stlar, Xonobod sihatgohini batafsil tanishib chiqdik. Qo'ldan kelgan
kelgancha imkon qadar sharoitlarni ko'rdinglar. Juda ham chiroyli, ayniqsa tabiat manzaralari, xonalar. Til ojiz gapirgani. Mana bu sharoitlar bilan va ma'lumotlar bilan tanishtirgan Feruza opaga katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat opa. Bola-chaqangiz rohatini ko'ring. Kuch-quvvat bersa, iloyim mijozlarga to'lib toshib, ulgimay qolib, yana ishga olinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz hozir xatgoh haqidagi videomizni birinchi qismini tugatamiz va yana keyingi videolarimizni tomosha qilinglar. Xonobod shahrini aylanamiz. Tez kunda. O'zim Baxtiyor tepadagi xonani juda zo'r ekan, rasa biz bopagina tepadagi xona. Tashinga sekin ikkovimiz va gapiravering, men imon. Gapiravering men. Ha, gap. Men chiqqim kelyapti yana. Bo'l chiqamiz. Men o'zim tashkillashtiraman. Biz o'zimizniki-ku aka. Tashkillashtiraman, kaltini olaman. Ikkovimiz Hammaga tavsiya qilamiz. ikkovimiz emas. Ikkovimiz emas, endi o'chirib olasiz. Bo'la bilan, ha? Yo'q, bunaqa. 9 bo'ldi. Yo'q. Mana shu kelib bir maza qilib dam olib ketsanglar zo'r bo'ladi. Biz tepa alohida xona ekan, ko'rdinglar-ku, o'shim zo'r. Rahmat sizlarga. Biz bilan qolinglar. Ko'ringlar yana videolarimiz, yangi videolar chiqaramiz. Podpiska, like qilsanglar zo'r bo'lardi. Intro qilalamizmi hozir? Introga qo'yish kerak. Meni bizda videolarni, meni demay, biz videolarni 75%ni podpiska bo'lmasdan ko'rayotgan odamlar. 25% podpiskalarni ko'rayotgan odamlar. Men bundan ozgina xafa bo'ldim. Lekin podpiska bo'lmay ko'rayotganlardan xursandman. Shu podpiska bo'lmay ko'rayotganlar podpiska bo'lib qo'ysanglar, rosa ham xursand bo'laman. Hali opa telefon qilib so'radi-yu. Qayda ko'raman deb bir marta ko'rib qo'yib. Ha, unaqa qilar. Podpiska bosib qo'ysa, keyin ko'radi. Biz nima uchun harakat qilamiz? Rahmat yana bir bor mana shu tashkillashtirganlarga, shu nimalarni tashkillashtirganlarga, tadbirlarda. Rahmat katta. Sizlar bilan yana ko'rishamiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar mana chiqdik. Hamma yo'qda olib chiqdik. Endi sekin xonaga kirib, dam olib, uzunga chiqamiz. Kechki ovqat deb qo'yamiz. Ha. Lekin mana mana ishlarni tashkillashtirgan. Elyor aka. Assalomu alaykum. Mas akamiz bo'ladi. Andijon viloyati matbuot xizmatini bosh rahbari. Elyor akam. Aka sizga alohida katta rahmat. Shu ishlarni tashkillashtirib, shu ishlarni boshlatganingizga. Prezidentimizga rahmat. Shuncha imkoniyat yaratib bergani uchun. Sababi prezidentimiz mana ochiqlik, oshkoralik siyosat deyapti, baribir jurnalistlarga, blogerlarga mustaqil faoliyatini olib borayotgan shu sohani egalariga hamma sharoit yaratib beryapti. Rahmat. Shuning uchun avvalo prezidentimizga rahmat, tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlagan, doim e'tibor berayotgan viloyat hokimimizga rahmat. Dam olinglar, maza qilinglar, aylanib. Hammaga rahmat aka. Albatta. Sharoitlarga yuribsiz. Sizlarga ham rahmat shunday. Shu sizlarni bu yoqqa olib kelishdan ham asosiy maqsadni o'zi ikkinchi qismi bor, o'zi o'tgan kuni ham aytdik. Umuman mana shu joylarni yoritib, umuman sizlarni kuzatuvchi followerlar, kuzatuvchilaringlar, Xonobod haqida ma'lumotga ega bo'lsa, Xonobodda yaratilgan sharoitlar haqida o'zini fikrlariga ega bo'lsa, bu Xonobodga ham ichki turizm uchun yaxshi. Faqat sanatoriya haqida bo'lyapti. Ertaga aytdi ekan, Xonobod aylanasi. Xonobod press-tur bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshi joylarni ko'rsatamiz. Xonobodni ham chiqarib yuboramiz. Rahmat sizlarga ham shunchalik mana sharoitlarni yaratib berganingizga. Rahmat. Mana hozir bizda zerikish yo'q mana. Mana aylanib, yeb-ichib, vaqtida o'qilib, trening, seminarlar o'tkazib yuribmiz. Sizlar xursand bo'lsanglar, biz xursand. Bo'ldi. Hali sizlar bilan ko'p gaplashamiz. Aloqada qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi ketdik endi Baxtiyorcha dam olaylik, kechki ovqatga chiqamiz dedik. Bedana issiqlik deyshami? Issiqlik deydi-a? Issiqlik ham bedana adashmasam. Yeb olgandan keyin Cheklandan keyin sovuqlik. Ha, yangiligida issiqlik. Ha, o'zi aslida straus ilmliqlik deyiladi. Issiq yangi pishib olib kelganda ichingiz kuysangiz, u issiqlik bo'ladi. Sovuq qolgandan keyin siz kuymasangiz, u sovuqlik deyiladi. Endi hali xalqimizda gap bor-ku, bo'ydoqlarga ta'sir qilishi deb qo'yamiz. Ha, bo'ydoqlarga ta'sir qilishi, uni ovozi yoqimli bo'lishi mumkin. Juda chiroyli sayraganligi uchun bo'ydoqlarga yoqadi. Albatta. Otabek aka fikr bildirgan. Xo'p. Ular endi sho'rva ichamiz. Billa. Bunday qiling, jo'xini turur ekan. Ko'tarib ko'rsating aka. Bu iloji boricha o'qib ola bedani shekilli. Tuyoq qush kichkinasi.